tan olish kerak, Odilxon Oktagon ligani qaysidir ma'noda o'sishiga nisbatan xizmat ko'rsatdi-da. To'g'ri. Qiziqish uyg'otdi, misol uchun. Har doim u ishtirokidagi janglar ko'p ko'rildi. Buni tan olish kerak. Liga olib qolishga harakat qilmadim. Yo'q, hali Odilxon chiqatga ketgani yo'q. Odilxon ketdim deyapti. Endi u nimadir deyishi mumkin. Siz aytadi-yu, o'zbekchilikda bor, jahl chiqsa aql ketadi. Xuddi shunday qanaqadir emotsiyada gapirgan bo'lishi mumkin. Hali ko'rishamiz, gaplashamiz, o'tiramiz, muzokara olib boriladi, hammasi joyiga tushadi, xudo xolasa. U Alashbiratga borib urishaman, jang qilaman deb o'ylaydi. U har bir sportchini kontrakt bo'ladi, bilsangiz, bo'ydan oldingi misol kontrakt u har bittasida yo'q. U qanaqadir sportchilarda bor. Masalan, 3 ta bo'yga, 2 ta, Odilxonda 5 ta bo'yga kontrakti bo'lgan. Jasurbek Tayson bilan urushdan oldin. Toshkentdagi oxirgi jangdan oldin. Hali oldinda 4 ta bo'yi bor. 16 oylik kontrakti bor. 16 oy ichida u 4 ta bo'y o'tkazish kerak. Uni o'tkazmasdan o'z-o'zidan u yo'q, o'z-o'zidan hech qayerga keta olmaydi.